Ushbu misol YouTube kanalimizda ancha shov-shuvga sabab bo'ldi. Xo'sh, bu misolning yechimi qanday? Ko'pchilik misolni ikki tarafni logaritmlashdan boshlagan. Bu to'g'ri fikr, lekin logaritm x asosiga ko'ra bo'lganda misolimizda qo'shimcha aniqlanish sohalari paydo bo'ladi. Bu esa ba'zi qiymatlar topilmasligiga ham sabab bo'ladi. Mening tavsiyam ikki tomonni modulli elenlar bilan o'rash kerak. Shunda daraja pastga tushganda bu ifoda hosil bo'ladi. Ko'pchilik shu joyda elen moduli x'larni qisqartirib yuboradi. Bu qo'pol xato. Biz esa o'ng tomondagi ifodani chap tomonga o'tkazamiz va guruhlash bilan bu ifodani hosil qilamiz. Bu yerda ifodamiz 0 ga teng ekanligi uchun ikkala ko'paytuvchini ham 0 ga tenglaymiz. Bu ikki tenglamalardan esa biz x ning qiymati +- 1 ga tengligini bilishimiz mumkin.